Ana sizlarga. Akalar, molni birlari kelgan. Buta asallari kelgan molni. Buni qarang. Laykni bosinglar akalar. Qirg'iziston shved, mahalliy sava shved. Zo'rlar kelgan, ya'ni Abdulboz ukamizga. Laykni bosamiz, qaddashga qilib turamiz. To'liq videosini video davomida ko'rib maza qiling. Uzoq kutilgan video bo'ladi akalar. Akalar, Qirg'izistonning yosh ko'chatlaridan, o'zimizning mahalliy yosh shvedlardan olaman deganlar bo'lsa, akalar, videoni oxirigacha ko'ring. Siz uchun maxsus video bo'ladi. Hurmatli obunachilar, hammaga assalomu alaykum. Assalomu alaykum Muhiddinuz kanali obunachilari, YouTube foydalanuvchilari, chorva sevar akalar, ukalar. Hurmatli obunachilar, Andijon viloyati, Andijon Jahon bozor hududiga yaqin joydamiz, ya'ni Abdulboz ukamizdan akalar sotiladigan yangiliklar bor. Yangiliklar ham akalar bombalar bor. Ya'ni ikki partiya davomida mollar ko'rsatamiz. Bular yosh ko'chatlari. Ikkinchi partiyamizga xudo xolasa akalar yemlashga tayyor bo'lgan boqma buqalarimiz bor. Bugungi sanamiz 5-iyun bo'ldi. Hafta kuniga akalar juma ayyom barchaga muborak bo'lsin. Inshaalloh bu videomiz jumadan keyin sizlarga taqdim qilinadi. Iloji boricha akalar kelib ustida ko'rib savdolarni qilaverasizlar. Laykni bosib turamiz. Biz qo'ldan kelgancha narxini. Assalomu alaykum. Ayonlar bilan obunachilarga salom. Yaxshi kelibsiz aka? Kayfiyatlar zo'rmi? Xudo xolasa aka molni originallarni olib kelganmiz aka, tozasi. Xalq topidan ko'p odam so'raganlar, obunachilar so'ragan mollarimiz keldi aka. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Nechta bular maydalari? Bilasiz? Nechta molimiz bor? 20 ta aka bu yerda. 20 bosh. Toza shvedlari kelgan aka mol, qarang. Qaranglar. Original tovarlar kelgan aka. Shved ko'ring aka. Hoji aka. Mana aka. Tozalari. Juda ko'pchilik so'ragan mollarimiz aka. Xudo xolasa. Tem bo'lib bunaqa achaqa yuraversa, ashaga o'tirib boraversin. Yosh ko'chatlar akalar. Mashalloh. Qarang. Baqiraverma, ayi. Qarang aka mollarni. Qo'ng qarang, advoz manzarani qarang. Toza shvedlar so'rovdi aka. Qancha kutdingiz-ku? Ha. Mashalloh. Necha dedingiz bularni? 20 ta aka, bir partiya. Orqaga bironcha qaytaramiz. Hojiga qaytarishib qo'ying. Mana jo'nlar. Bitta o'tirsin, yana bir keyin narxlashamiz. Akalar, bu yerda xudo xolasa 90 santimetrdan boshlab 110 santimetrgacha bo'lgan mollar bor. Yosh oyliklar akalar mana bir 3 oydan boshlab o'tib ketdi. Manaqalari bor, manaqalari aka. 3 oydan boshlab akalar bir 5 oy, 6 oyga dur bo'lgan bo'zakchalar. Xohlasa mana qochib ketadigan variantlardan ham bor. İpga tushmagan yaylo buqalar aka hammasi. Jonivorlar. Mana bu tavallar qarang, mana shvedlarni aka. Mana qaranglar akalar. Ush. Mana jonivor. Ush. Mana sizlarga akalar. Yuraversan advoz. Aylanib kelishadi shaharda. Ha. Yeyishchilar salomatchiligi nima deymiz uka? Yemoq-ichmog'iga aka bir hafta kafolat beramiz. Yemasa, ichmasa, ko'r, gangi, cho'la bo'lsa mol bizniki. Nuqsonli bo'lsa sizniki. Ha, lekin yaxshi dermat istalashga javob bermaymiz aka. Kana chaqishiga. Lekin mana yeb turadi, xudo xolasa. Kelib yedirib, ichib sinab olib keta oladi aka. Gap yo'q. Xudo xolasa aka, bugun molni zo'rini olaman degan odam kelaversin aka. Ishini bitkazamiz. Zo'rdan terganmiz aka. Toza mollarimiz aka, xudo xolasa. Gap yo'q. Baqib baraka topadigan narsalar aka. Xo'p, advokat narxini ham chiroyli qilib chiqarib beraman aka. Nech puldan boshlaymiz? Narxiga qiziqaylik. Ikki partiya molimiz bor yana uka. Aka, bu partiya molimiz 14 million so'mdan boshlanadi aka, pasini. Boshlanish 14 million so'mdan boshlanadi. Ha. Rajuk berasizmi 14 dan? Behayr emasmiz aka, qo'limizda hayrimiz bor aka, xudo xolasa. Bo'ladi, xudo xolasa. Kelib ko'rib, ustida kelib kelishamiz aka, muomala qilamiz aka. Rosa degan joy bo'ladi. Ha. Uka 20 ta molni bir joyga olaman deb qiziqqan akalarimizga ham 20 tasini ham bitta qo'yib qo'yamiz. Hop. 20 tasini aka bir joyga. Mudunaga qarang aka mollarni. Xudo xolasa yaxshilari bor, ko'rinmayapti akalari. Rasa zagon bob mollar ekan-a? Ha aka, ko'pchilik so'rovdi aka shu mollardan. Xudo xolasa. Tanlab olish nech pul buning ichida? Tanlab olsa aka 22,5 millionga tanlab olsan aka, yoqqan mol. Yoqqanini tanlasan aka, 4 ta tanlab olsan aka. Mana mollar yosh bo'ladi ichida. Optimga aka chiroyli qilib qo'yib beramiz aka. Nech pul dedingiz? Optimga bir joyga oldim deganiga bekarchiga qilmaymiz aka. Oldim deganiga 18,5 milliondan ketdi aka. Qagacha? O'zbekiston bo'ylab chiqarib beramiz aka. 18,5 million so'mdan faqat shved sifatli 4 son mollar. Bali aka.
olayotgan narsalarga e'tibor bersin aka. Bema'ni mol Mana emas. egiz ekan mana shunga akalar. Mana aka. Mana. Mol yurgani ko'rinmayapti xolos. To'g'ri. Mana, hoji aka. Molni qarang. Go'zallar kelib qo'yibdi-yu, go'zallari. Buni aka odamlar raza kutgan odamlarimiz ko'pdagi obunachilaringiz. Shularga deb atab olib kelganmiz aka mollarni. Originallari qarang. Shvedlarni qarang aka. Ya. Toza shvedlar. Hammasini bir yurgizing. Hammasini. Ho'sh. Apik. Hop. Mana mollar. Hoji aka. Hay jashlarkim bu. Mana jonivor. Mashikani eng kichkinamiz, ha? Advoz. Ha aka. Xudo xolasa. Xudo xolasa bu ham aka sementali gibrid mol aka. Gibrid shved ekan akalar. Lekin oyoq qo'llari iliklari kelgan. Xudo xolasa. To'sing Ibrohimjon. Advozdan to'sing shved. Asosan 80% molimiz shved aka bo'ladi ichida. Shved, xudo xolasa akalar. Kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, sirraz aloqaga chiqasiz. Bitta olsangiz ham dastavka qilib berishadi vodiy bo'ylab. Ko'proq olsanglar aytilyapti O'zbekiston bo'yicha, xudo xolasa. Hech bo'lmasa yarim yolchisini oling, 10 tasini oling. 10 tasi qolgan taqdirda yo 10 ta kattasini terib oling, yo 10 ta kichkinasini terib oling. Mana shunga dil ketdi akalar, zo'r bo'zak ekan. Yurgizinglar mana shu yerda. Hadi. Ho'sh. Alloh osmon dam olgan yo'qda aka. Keldi video bo'lyapti aka. Xudo xolasa. Ko'p kuttirmaylar deyapmiz odamlar aka. To'g'ri. Ho'sh. Qarayman mollar. Jonivorlar, yurishini qaranglar. Qashqi shvetidan deydimi, oq shvetmi, ko'k shvetmi farqi yo'q. Faqat shvet mollarimiz aka buning ichida. Advoz, keyingi partiyaga qanaqa mollarimiz bor? Shularning akalari bor aka. Yemlashga tayyor mollarimiz bor. Yemlashga tayyor, ha? Ha aka. O'tkizinglar. Ibrohimjon qaytarib kelyapsizlardi. Akalar, xudo xolasa videoda oxirigacha ko'ring. Yana bir partiya mollarimiz bor. Ularni ham ko'rsatamiz. Bunaqasi kam keladi. Bunaqa partiyada kam keladi. Shuning uchun ulgib qolaverasiz. Kimgadir qiziq bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasiz akalar. Hurmatli obunachilar, endi hozirgi mollar jinni maydalik qiladi. Menga tezroq pishadigani kerak degan akalarimiz uchun bu tomonda mollarimiz bor. Abdulbosit, bu bitta partiyamiz nechtalik? Bular 17 talik. Yo'q, 14 talik bitta partiyamiz. 14 talik. Mana bu bilan 17 talik, ha? 18 talik. 18 talik. Xo'p, 4 dona. Bu yoqda 14 dona. Bular aka yemlash tayyor, o'z mashallah bitta partiya. Bular sal kichikroq bular qaraganda. Mashlardan ketaylik emasam, Advoz. Bo'ladi aka. Xo'p. Hurmatli obunachilar, bo'ylari 1.10 ga yaqin, 1.5 plus deb kelasizmi? Yoki 1.10 deysizmi? Qiziq bo'lsa o'lchatib olasizmi? Aytsangiz, xohlagan molingizni o'lchab, donaga ham savdo qilish imkoniyati bor. Bo'yda emas, mendan olmasa ham boshqasidan olsa ham molni sortiga. Yaxshisini olaveringlar akalar. Bu oq targ'il shekilli, ha? Mana aka. Badanni qarang. Xotirjamligini qarang molni. Bunaqa mol ham ha deb ham kela olmaydi aka. Mol sortini qarang. Kelganda qolib ketmaydi. Ha aka. Xudo xolasaki narxlarni ham yo'lda qilib chiqarib beraman. Begarchi gap bo'lmaydi aka. Qana bo'ladi narxlari? Bular to'g'ri. Narxlar aka qiziqarliga aytaymi, bo'ladigan. Yondiradigan qiling. 20 million, 9 million emas aka. 4 tani bir joyga oldim. Uka jo'nat desak, maqsad sotish 18,5 milliondan xayri bor deb turib, 18 milliondan yetkazib beraman aka. Akalar, bozor o'ynaymiz deyapti. 18 million so'mdan akalar vodiy bo'ylab yetkazib beriladi. 500 mingmi, 1 millionmi plus minusi? 1 million u yog'i bu yog'i aka, muomala qilamiz aka. Muomala ham kichkina mol emas, chiqarmadim atayman. Bu qancha? Oqalarni qarang aka. O'zi ham to'g'ri o'yan akalar, korobkali yaxshi mol bo'ldi. Mana oqalarni ko'rsatib turibman akalar. Aslida muomalar partiyasida kichikroq olgan aka, alohida chiqarib qo'ydim. 18 million so'mdan ketdi aka. 20 million, 19,5 million emas. Bir joyga olsangiz, ha? Xo'p, bu tomonda akalar. Bu yerdan ham shu yerda ko'rsataylik-da o'zi. Yechin qorib, bir chekkadan ishlar. Beravering mana. Belgiyskiy to'nidan, lekin Belgiyskiyga aloqasi bo'lmagan mol deng. Ha aka, yayloq buqa. O'tdi mol yem ko'rmagan narsa aka. Mana. Chiqarib ko'rsatib beraman oyoq qo'llarini aka. Molni bo'yni emas aka. Men aytaveraman, bu bo'yni o'lchash olsin. Mana 1.20 ni pastda mol emas asli. Lekin mol bo'yni aytmayman. Sifatni qarang. Sortiga javob beraman aka. Badanini qarang. Qog'oz. Qarang aka. Narxini yondirib qo'yishni bilaman aka. Bitta qani oxirida aka. Juma holida chiroyli chiqarib beraman aka. Atrofga qaraganda 500 ming, 1 million arzon bo'lsa kelaversan aka mol. Xohlasa. Gap yo'q. Bering mana mol. Xo'p, chiqaring ashuna. Berib yuboring-da bizga.
Nereye qarab qo'ying? Xaridor yo'q lekin, mana shu oldi. Xaridor yo'q. Ibrohimjon, mana qarab qo'ying-da. Qarang. Mana aka. Mana jonivorlar. Hol sortini qarang aka. Qashqa ekan, ha? Chista yaloq Semental ekan, kallasi akalar. Sementalni qanchadir miqdorda foiz qoni bo'lishi mumkin. Shvedga olaverasizlar. Kallasida qashqasi bor Oqalarni ekan. ko'ring, korobkalarda. Akalar, endi obunachilarga aytib ber. Bor narsani ayting, aka, sog'lom mol, konkret joyimiz hamma yo'g'imiz tayinda aka. Hamma yo'g'i bir haftagacha javob beramiz aka. Yemasa, ichmasa ko'r, yangi cho'laq bo'lsa meniki aka. Lekin havodan yuqqan kasallikka javob bera olmaymiz aka. Mol issiqlatib qo'ysangiz, mol ob-havo ta'siridan bir narsa qilib qo'ysangiz akalar, javob bera olmaymiz. Lekin mana shu yerdan molni o'ynatib, yedirib, ichirib, hamma yo'g'ini sinab ketish imkoniyati. Ha aka, endi aka bozordan, u joydan 500 ming, 1 million arzon olaman deb mol yaxshisini adashmanglar akalar. Mendan olmasdan boshqasidan olsam, o'zingizga o'xshagan akalardan ola olinglar akalar. Xudo xolasa. Olib kiring hadi vosita. Like bosinglar. Mana bu tomondan ham ko'rsataylik, advos, xudo xolasa. Mana aka, Alloh. Mana Chiqarganimiz hamma shvet o'tda o'zi bugunga ham, ha? Bitta o'ni ko'k tonligi bor ekan. Ha, ko'k tonni chiqarib ko'rsatdim, endi molani chiqarsam, shvetni chiqaryapti bo'lsa, hammasi shvet 90%. Katta qo'lam bor xolos aka. Mana. Uni oyoq-qo'llariga, jasadiga ahamiyat berib qo'yaversan aka. Kichkina akalar 110, 120 atrofida, o'rtacha 115 santimetrda atrofidagi mollar. Katta kichigiga qiziqsangiz, bemalol aloqaga chiqing, ishingizni chiroyli qilib, kerak bo'lsa O'zbekiston mana partiya olsa O'zbekiston bo'yicha ketaveradi. Chiqarib beraman aka, dastlabki qilib beramiz aka. Xo'p, nech puldan boshlangan, nech puldan tugaydi bu partiya? Buning ichida aka 19 million so'mdan boshlanadi aka, kichigi. Kattasini yoqqanini tanlab olsin, 22,5 millionga chiqarib beraman aka. Eng qimmati deganiga, eng puli balati deganiga 23,5 emas, 22,5 millionga chiqarib beraman. Ketaveradi, xudo Ha xolasa. aka, tanlab olsin. Lekin uka 14 tasini bir joyga qiziqdi, mashmonini jo'nat deganiga aka, bekarchi gap qilmayman. Maqsad sotishda aka. Keling aka. 14 tani bir joyga oldim deganiga 21 milliondan ketdi aka. Ketaveradi. Ha aka. 21 million so'mdan akalar O'zbekiston bo'yicha aytilyapti. Faqat vodiyda qolib ketishga emas, xohlagan yerdan telefon qiling. Avvalo kelib ko'rish tavsiya qilaveraman. Sababi mollar aka hadib ham kela olmaydi aka. Kichkina mol, katta mol kichkina ko'rinib qolishi mumkin. Sizga qanaqa ko'rinyapti? Yo, metrlatib oling. Onlayn olsangiz metrlatib oling, bo'yi ham qiziq bo'lsa. Buni ular 18 dan bo'ldimi? 18 milliondan ketdi. 18 million so'mdan ketdi akalar. 36-72 million bo'ladi. Bu yerga akalar hisoblab katta kichigiga razmerini olaverasizlar. Bugunga mashhad vositmalar. Bunga aka mashmonimiz bor. Xohlasa. Kimgadir qizig'i bo'lsa akalar, kelaverasizlar. Andijon viloyati, Andijon Jahon bozori hududida Abdulbosit akamizdan sotiladigan 5-iyun sanasiga buqalar shular bo'ladi. Hammaga rahmat.